Endilikdeki şeyimiz Amerika Ovozning Xitoy tili programmasida. 2-ayning 9-kuni e'lon qilingan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump apandi bilan Rais Xi Jinping apandining Rais Xi Jinpingga xat avatib, qurilish xarakterlik munosabatni taraqqiy qildirishni umid qildi mavzuli xabariga yozilgan inkaslarga nazar ag'dirayli. Bu Amerika Ovozining Xitoy tili programmasiga yozilgan inkaslar. Prezident Trump Jungo Kompartiyasining aloqador taraflar maydonini e'tirof qildi. Tayvan Jungoning bir qismi dedimi? Prezident Trump bir mezgil tovlidi. Oxir yana qoidaga tushdi. Kompartiya go'rega oldi. Amerikadagi setilmalar zich o'rinlashtirgan bir Jungo to'g'risida muhokamalar bekorga ketmadi. Kompartiyaning lükçekleri bahar aldı, hoş bo'ldi. Uningdan boshqa prezident Trump Kompartiyaning uzun musofirlik raketasidan qo'rqib ketdimi qandaq? Undaq emasdir. Qisqasi Kompartiyaning bir jungo siyosiy ko'ngildagidek bo'ldi. Kompartiya tuyuqsiz urush qo'zg'aydigan xatar azaydi. Amerika Kompartiyaning lükçekleriga bosh egib vaqtlik tinchlikqa erishdi. Prezident Nixon'dan tartib Amerikada huquq beshiga kelganlar jukunib o'ltirib, Amerika bu davlatning avliyodek siyosiy yo'llaridan kechirim so'ranglar. Amerikaning butun dunyoga bop keladigan qimmat qarashlarini yerga qo'ydinglar. Butun Amerika xalqining umidini yerga qo'ydinglar. Inkas, namsiz inkas 2. Prezident Trump davlat ichida asıl avori bo'lib, Jungoni elib o'ziga tasalli topgandek bo'ldi. 3. inkas namsiz. Amerika Jungoning o'rtaq gullenishidan xo'sh bo'lmadi. Shundaqli bo'lganda dunyo teshigini o'rtaq qo'g'diy oladi. Yo'q, undaq emas. Amerika Jungoning o'rtaq gullenishidan xo'sh bo'lamiz, kechiringlar, bayqidibni. Xo'sh bo'lamiz. Shundaq bo'lganda dunyo teshigini o'rtaq qo'g'diy oladi. Inkas 4. yozuvchi Tam. Amerika Ovozining muxbiri Bay Apandi Amerika Jungo munosabati yomonlashib qolsa, Jungo Rossiyaning qo'llashini umid qilamdi. Mavzuliq masxirlik bir parcha uzun maqola e'lon qilgan edingiz. Odam ketdi, choy sovib qoldi. Natijada bir necha soatdan keyin prezident Trump Rais Xi Jinpingga xat yozdi. Amerika Ovozining yuzi qalillari, yuzinglarni qayerga qo'yishinglarni bilmayman. Kündü onu dep, bunu dep, onu qilib, bunu qilib, biroz qilib, oxirida xo'jayinlarning ko'ngildikini izlab topolmadinglar. Inkas 5. Kompartiya qarishtiruvchi Trump izimchilar prezident Trump Tayvan faqat destek bo'ladi deydigan buyuk muammoni o'ttirga qo'yganda, sizlar uxlagan bo'lib oldinglar. Qarab baqayli, Janubiy dengiz to'g'risi to'xtalganda ovozi nima degan yo'q edi. Yanılı söhbətning dəstəkleriga dəstək qoşulğandək bolğan idi. İnkas 6. Demokratik hərəkət unsurları ata-anasını tepib olğandək bolğan idi. İnkas 7. Əgər hazır tinchlikda birga turadigan bolsa, keyincha javri jafo chekadiganlar yanıla Amerika bu davlatning avlodlaridir. İnkas 8. Amerika bilan Jungoning qurilish xarakterlik munosabatiga foydali o narsa nima o? Prezident Trump Jungoning maydonini e'tirof qildimi? Tayvan Jungoning bir qismi deb hisobladimi? İnkas 9. Aslida o'zaro hurmat qilish, farqlarni saqlab qilib, o'rtaqlikqa izlanish prinsipi bo'yicha ikki taraf munosabatni va orada ko'ngil bo'ladigan masalalarni bir taraf qilib, Amerika Jungo texmi yaxshi tinchlikda birga turib, o'rtaq g'alaba qiladi. Konkretroq aytsak, Amerika Tayvanga ko'ngil bo'lishdan voz kechib, Amerika turib qolgan demokratik harakat faoliyatchilarini, masalan, Tayvan mustaqilchilarini, Tibet mustaqilchilarini, Xinjiang mustaqilchilari qatorliq Jungoga munosabatlik barliq buzuq unsurlarni Jungoga qaytarib bersa, Jungo cho'qim Amerika va prezident Trumpning Amerikani yana bir qatam qudrat topqizish orzularini qanoatlantiradi. İnkas 11.
Amerika Qo'shma Shtatlari boshlamchi bo'lib, Kompartiyaning niqobini uzil-kesil yirtib tashlashi kerak. Kompartiyaning Abdi Bashirisini pash qilishi kerak. Jungo Kompartiyasini taxtdan tushirishga besim ishiltish kerak. Undaq bo'lmaydi ekan, dunyo asoyish bo'la olmaydi. Inkas 12. Nima o Kompartiya degan? Prezident Trump bilmay qolmaydi. Ichida bilib turdi. Prezident Trumpning Amerika va Jungoning qurilish xarakterlik munosabatiga foydali bo'lsin degini Rais Xi Jinpingning ko'nglini xotirjam qilish ko'milichi berganlik. Ko'ngilda o'ylaydigani bo'lsa, Kompartiyani asta halok qilish, balki tezlashtirishdir. Inkas 13. Oqibat shundoq bo'ladigan bo'lsa, cho'qim ba'zilar yig'laydi. Inkas 6. Tayvan mustaqilchilari Amerikadan qachab yedinlag'o. Prezident Trumpning telefonda so'zlashganligi va bir jungo siyosiy maydonida o'zgarish bo'lganligidan jamoat fikri davrab ketdi. Mavzular xabar 2-oyning 10-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump payshanba kuni, ya'ni 9-kuni kechda Rais Xi Jinping bilan telefon suhbati elib berib, xalqaro bir jungo masalasida bir jungo siyosatini hurmat qilishga qo'shildi. Nurg'un obzor va xabarlarda bunda qo'shilishni xalqaro Tayvan masalasida jungoga yo'l qo'yganlik deyishdi. Uning pozitsiyasining komediyalik tusda o'zgarganligidan dunyo intayin cho'chib ketdi. Aqsaray haftaning 4-kuni kechida e'lon qilgan bayonotida mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinpingning talablariga asosan, diqqat vatandoshlarım, Rais Xi Jinpingning talablariga asosan Prezident Trump bir jungo siyosatini ijro qilishga qo'shildi. New York vaqt gazeti Prezident Trump rasmiy holda Beijingga bosh egdi deb ko'rsatdi. New York vaqt gazeti bu to'g'rida mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump rasmiy holda Beijingga bosh egdi. Vazifaga o'tirgan kundan boshlab Prezident Trump taxminan 20 davlat rahbari bilan telefonda so'zlashdi. Lekin hozirgacha Rais Xi Jinping bilan telefonda so'zlashmagan edi.